kichik srokda, ayniqsa mana 1 oylikda aytadi, shunchalik deydi, qusish ko'p bo'lganidan, so'lak ko'p kelganidan ovqat yeyolmay qoldim. Hidga ham, ko'rgan narsamga ham kuchli nima deydi, qusish bilan javob qaytaryapman. Mana shunaqa ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim. Oddiygina imbir damlamasi. Imbir sotiladi. O'shani imbir ildizini olasizda, ildizini demak baraklarga bo'lib qaynatasiz. 1 stakan suviga 1 choy qoshiqcha asal solib, kun davomida ozdan ho'playsiz. Bu nima foyda beradi? Birinchi o'rinda o'sha o't hopini sekretsiyasini, ish faoliyatini yaxshi boshqaradi. Bundan tashqari o'sha spazmni oldini oladi. Mana shuni hisobiga qonda mana quyuqlashib ketadi-da, quyuqlashib ketadi. Ya'ni suvsizlangani hisob. Ayol ko'p qusgandan keyin organizm suvsizlanadi. Mana shu narsani oldini oladi. Bu nafaqat homilador ayolda balki mana yosh bolalarimizda uzoq yo'lga chiqqanda ko'pincha avtobusga, mashinada ko'ngilanish holatlari bo'ladi. Mana shunda ham juda yaxshi yordam beradi. O'shuning uchun toksikozda imbirni tavsiya qilaman.